Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom omad, baxt. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Yuzi nurli, tabassum samimiy bo'lgan yaxshilar. Siz azizlar bilan loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizda behad mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson Qurbonmurod akaga yo'llab qo'yamiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum. Qurbonmurod aka bilan bog'landikmi? Albatta. Akajon, omonmisiz, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Mayli. Akajon, bugungi quvonchli kuningiz, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni go'zal dil izhorlari loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Xo'sh. Akajon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat. O'zlaringizlar ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. Bilasizmi akajon, sizni bugungi quvonchli kuningizda sizni ko'ngil uyingizni obod aylab, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar, go'zal dil izhorlari bitilgan ajoyib tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxmin qilib ko'rasizmi? Bilmadim, endi yaqinlarimdan kutaman. Albatta, barchamiz bunday quvonchli kunlarda go'zal dil izhorlarini, samimiy tilaklarni o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Akajon, ayni damda biz sizni mehriboningiz, qizingiz Feruzaxon, kuyovingiz Bahriddin va shirindan shakar nabiralaringiz Akobir, Asilabonu va Asadbek nomlaridan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat, gap yo'q, bular qanday qilib sizlarga bog'lan? Sizni shunchalik yaxshi ko'rib, shunchalik qadrlab, e'zozlaganlarki, sizgina mana shunday bugungi quvonchli kuningizda kutilmagan noodatiy tarzda xursand qilishni niyat qilgan ekanlar. Shu boisdan bizga murojaat qildilar. Rahmat, gap yo'q, молодец. Rahmat sizlarga ham, qizimga ham, nevaralarimga ham, kuyovimga ham rahmat hammasiga. Rahmat. Qurbonmurod aka, aynidan ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, qizingiz Feruzaxonni siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Tayyorman. Assalomu alaykum, oilamiz ustuni, suyanchig'imiz, mehribon dadajonimiz. Bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Biz farzandlaringiz, nabiralaringiz qachonki o'sha tug'ilib o'sgan hovliga, xonadonga borganimizda hozirgidek bardam, baquvvat, tetik bo'lib, onajonim bilan birga yo'limizga peshvoz chiqib, farzandlarim keldinglarmi deya doimo bizni qarshi olib turinglar. Bizlar sizlarni nurli chehralaringizni ko'rib, ko'zlarimiz quvnab, sizlar bilan chiroyli suhbatlar qurib, dillarimiz yayrab, duolaringizni olib, xuddi shu bugungidek baxtiyor bo'lib yuraveraylik. Dadajonim, onam bilan siz bitta farzand uchun ota-ona qilishi kerak bo'lgan barchasini men uchun ortig'i bilan qilgansizlar. Meni dunyoga keltirib,
oq yuvib oq tarab, shunday inson qilib tarbiyalab voyaga yetkazganlaring uchun, bedor tunlaring uchun, barchasi uchun sizlarga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Poylaringizga jonim fido bo'lsin. Sizdek yaxshi insonlarni farzandlari ekanimdan faxrlanaman, g'ururlanaman. Allohimga behisob shukronalar aytaman. Men o'z oilam, ro'zg'or tashvishlarim, farzandlarim bilan ovora bo'lib, sizlarning oldingizdagi farzandlik burchlarimni ado eta olmayotgandirman. Sizlarga yetarlicha mehr, e'tibor bera olmayotgandirman. Lekin shuni bilingki, siz bilan onam men uchun juda ham qadrlisizlar. Sizlarni doimo yaxshi ko'raman. Doim qalbimda, ardog'imdasiz. Sizlarni juda qattiq yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Ilohim, Allohim omadimizni, barakalarimizni berib, siz bilan onajonimizni haj ziyoratlariga olib borishlik, hoji ota va hoji ona qilishlik baxtlari bizlarga nasib qilsin. Uzoq yillar yonimizda, davralarimiz to'rida duoda bo'lib turinglar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman, mehribonlarim. Aytmasam-da, iymon bir bor, mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor, dadajon sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabri sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, faqat bizni o'ylagan, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Qalbi daryo, mehri ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim. Mehribonim, baxtu davlatim, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Sizga aytar gaplarim bisyor va she'rimda ayladim izhor. Qayta aytayin takror, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Suyanchig'im, taxtim o'zingiz, ishonganim, ahdim o'zingiz, quvonchim-u baxtim o'zingiz, dadajon sizni yaxshi ko'raman deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dil izhorlarini sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila sizni juda ham yaxshi ko'rib, qadrlab, hurmat qilib e'zozlaydigan joningizni bir parchasi mehriboningiz, qizingiz dadajonim uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik akajon. Rahmat. Naqadar ajoyib she'r ekan, ta'sirchan she'r ekan. Rahmat sizlarga ham, rahmat qizlarimga ham rahmat. Rahmat. Bu she'rdan juda zo'r she'r ekan. Qizingiz ataylab bugungi quvonchli kuningizda siz uchun loyihamizga yozib yo'llagan bu ajoyib she'riy sovg'ada akajon. Rahmat. Zapis qilishni bilmayman-da aslo. Zapis qilishim kerak edi. Akajon, biroz fursatlardan keyin albatta siz bilan bo'lib o'tgan bu ajoyib mazmunli suhbatimizni tayyor lavhasi, tayyor holatida sizga jo'natamiz va bu ajoyib suhbatimizni yana qayta takroran eshitishga musharraf bo'lasiz. Juda zo'r bo'lardi-da. Akajon, aynidan sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham jon-jigaringiz, dilbandlaringiz uchun atalgan tilaklaringiz, duolaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng farzandlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Ha, nima derdim? Farzandlarimga, qizimga, kuyovimga, nevaralarimga baxt, saodat, doimo sog' bo'lsin, tinch totuv bo'lsin, dasturxoni to'kin sochilib bo'lsin. Kelajakda nima ekan niyati bo'lsa, hamma niyatlariga erishsin-da. Rahmat sizlarga ham. Rahmat akajon, ilohim chiroyli duolaringiz, chiroyli tilaklaringizni Alloh chiroyli ijobatlarini bersin. Qurbon Murod aka, bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni yana bir bor loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Ilohim turmush o'rtog'ingiz Dilorom opa bilan qo'sha qarib
mana shunday sizni yaxshi ko'rib qadrlaydigan farzandlaringizni, kuyovlaringizni, nabiralaringizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib, Alloh nasib qilib haj ziyoratlariga borishlik, hoji ota va hoji ona bo'lishlik baxtlari sizlarga nasib ro'z aylasin. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Rahmat. Akajon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Bugungi shukronalik ayyomingizni yaxshi o'tkazib oling. Hozirgidek quvonchli, a'lo kayfiyat sizga doimo hamroh bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, rahmat sizlarga. Ishlaringizga omad. Doimo ishlaringizga klientlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat sizlarga. Gap yo'q. Ilohim, rahmat, tashakkur. Yana bir bor shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Ushbu diltortar tarona ham siz uchun. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor degan qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga